Pechkamiz ham bitdi. 1.30lik sifatlik, lislari turli qalindan, oldi orqa butun. Duxovkaning eshiklari ham bor. Mana shu holatda bitirib berdik. Pechkamiz bo'yi 220 cm ga bitdi. O'sha pastidan g'ishtdan tepagacha. G'ishtlarimizni shoflariga e'tibor berib qo'yasizlar. Imkon qadar bir xil holatda qilingan. Biz uchun sifat doim muhim. Mana shu holatda bitdi pechkamiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Barcha mahsulotlari ichida olib borib o'rnatib beramiz. Pechkamizni har xil razmerdagi pechkalarimiz bor. Pechkamizning yoniga qanot qo'yilgan. Pechka bilan g'isht o'rtasi 7 cm ochiq, yonboshdan chiqqan issiq ham bu yerdan berishiga g'isht o'sib qolmasligiga qilingan. Bu tomon pechkamizning orqa ko'rinishi, orqada bitta duxovkasi bo'ladi. Shu holatda.